Yo, alqasi. 2007-yilda olindi. Qarang, o'sha Prichom chiqqan paytdachi bilgan u hammasi. Dajani boyvachcha degan kino chiqqandi o'sha payt. Hozirgi payt qanaqa kino chiqadi? Bular katta promo, reklama bo'lmasa bilmaysiz-da, qanaqa kino bor. Chunki reklama qilish ham qiyin bo'lib qoldi. Pul kerak-da, realniy yaxshi marketing qilish uchun yoki qaysidir geniyni chaqirish kerak. Men mana shu narsa haqida o'ylab qoldim. Mana yaxshi kinolar ham bor deyshadi-yu. Ya'ni sporim, uverinman, qayerdadir yaxshi kinolar bor-da. O'zimizda olayotgan hozirgi paytgacha. Mana Sarvar akalar bilan tanishib, mana bunaqa kino oldik, mana bunaqa kino bor degani uchun еще более-менее 2-3 ta kinoni bilib yuraman. Men ham Sarvar aka kinolarini bilaman faqat. Bu Sarvar akaga o'xshagan yana bir 2-3 ta odam bor, menimcha. Ular ham yaxshi kino oladi, lekin yana bitta muammo, ular haqida biz bilmaymiz. Biz bilmasligimiz ham o'sha o'layotganni omilida kelmayapti-da. O'zingizlar ko'rib o'tirgan bo'lsanglar, o'lmayapti degani emas-ku.